Voy bor, opangga qiz bolaligi. Voy, o'lik transmi bu? Sizlar olgan yaxshi qiz, tuzum so'zlaringiz yaxshi. Yaxshi qiz, shunaqa jonimdan rasmga olib qo'yasizmi? Sevgan qizingizmi? Ha, shunaqa. Bo'pti, bering. Kejon. Tur. Voy, shunaqa yarashib turibsizlar. Gapirmang. Assal. Mana bo'ldi. Voy, o'lik. Nima o'lik? Erkakmi? Yo'q, bu erkak emas, prostacha testosteroni ko'tarilib ketganda Instagramga tushib ketgan bor. Qiz bolaman. Voy, yaqinlashmang, siz xavflisiz, siz menga. Hech qiz bolaga o'xshamayapti. Yo'q, qiz. Ha, shunaqa. Birinchi marta ko'raman siz ekan, men unaqa. Va isbotlar bor qiz bolaligi. Siz men ko'rmaganman bunaqani sochgan yana. Yaqinlashmaylik. Menga ketinglar. Hozir. Va bor yoniga o'tiring, ha? Qo'rqyapman, qo'rqyapman. Savol shunaqa, to'g'rilagan. Tavba, astag'firulloh, xudo asrasin. Va yoniga yaqinlash nega o'tyapsiz, ha? Yo'q, bo'pti, uzoqda o'tiring. O'tiring. Yo'q, bo'ldi, o'tirish shart emas. Yaxshi, shuna telefoningizni berib turing. Men siz qayerdan bilaman, siz ko'rmagan bo'lsam, o'g'irlab ketsangizchi. Yo'q, o'g'riga o'xshaymanmi? Endi nima bilan? Qiz bolaligi. Shuna telefoningizni berib turing, shuni oyijonimizga yozib oling. Mana qo'rqitmang, faqat ketib qolmang yana. Xo'p, sen nima qilasiz? Qarang, qaysi ashulachini yaxshi ko'rasiz? Haybulla Tursun. Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev demadimi? Endi men birovni vashga fikr qilmayman, menga qarang. Bunda effektlar bor-da, 8 konsert stoyt. Konsert varianti bitta eshitding. Ajoyib narsa ekan, bu qayerdan chiqqan bu? Xos, qo'yasiz. Yana bunda Instagram, TikTok, Facebook, YouTube bormi? O'shandan любой videoingizni MP3 sinaskachasi qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi bespaytskiy. Buni nomi Savet Insta bor. Ya'ni hamma ana kanallarda bunga podpiska bo'l, unga bo'l Yo'q, so'ramang, 100%. Buni qayerdan qidirishni bilasizmi? Yo'q, qanaqa qidirasiz? Telegramdan qidirasiz. Opangga rahmat deb qo'ygan. Rahmat.